Gapchilar uchun kishi boshiga 100 ming so'mdan tushadigan zo'r dasturxon ko'rsataman. Yunusoboddagi 3 baqaloq milliy taomlarida 10 kishilik yangi baliq seti yo'lga qo'yilibdi. Bu set ichiga 2 ta baliqli salat, 2 ta vegetarianskiy salat, 2 ta svejiy salat, 3 ta buxanka non, 2 ta idishda meva, 10 porsiyadan tillarang qilib qovurilgan sazan balig'i, 2 ta 1,5 litrlik kola, 2 ta 1 litrlik mineralka, 2 ta issiq choy kiradi va bularning hammasi atiga 1 million so'm. Ya'ni kishi boshiga 100 ming so'mdan tushyapti. 6 yoki 8 kishilik ham qilib berishaveradi. Baliqni tabiiylarga qarab unli yoki unsiz qilib qovurtirsanglar bo'ladi. Yoki xohlasanglar kilolab ham olsanglar bo'ladi. Bularning turishini qarang, juda ham chiroyli-ku. Kilosi xom holatda 120 ming so'm ekan. Dastavka ham bor. 3 baqaloq milliy taomlarida kuzbob shifobaxsh taomlari ham bor ekan. Masalan, hash, dumsho'rva yoki yevropacha usulda pishirilgan til. Eng asosiysi bu yerning ovqatlari juda ham mazali ekan. Narxlari ham qimmat emas. Masalan, dumsho'rvasi 48 ming, hash esa 40 ming ekan. O'tirishga tashqarida, ichkarida hamda banketli zallari ham bor. 3 baqaloq milliy taomlari ertalab 11 dan kechki 11 gacha ishlaydi. Adresi Yunusobod, Megaplanetdan 3 qahramonga qarab yurishingizdda chap qo'lda joylashgan. Bu videoni gapchilarning gruppasiga tashab qo'ying. Rahmat etishligi aniq.